Assalomu alaykum akalar, makkani qarang, makkani. Bir tupidan 4 ta bo'lib chiqyapti. G'umayga o'xshab chiqyapti mana shunda. Mana. Kattaroqlar. Mana. 4 ta makka chiqyapti-ku. Gibrid F1. Serbiya AS201 degani. Bu eng kalta joyda kechikib sug'orilgan joy. 20-iyundan keyin ekilgan. Hozir uzunroq joyini ham borib ko'rsataman. Hali indaqasi rosa ko'p bor-ku, yonaqa. Yonidan chiqqan. Nimaga shunaqa bo'lar ekan?